Mana bu chiroyli xonadonni kvartira narxida sotib olishingiz mumkin ekan. Yashil maydonlarga ega Toshkent shahrida joylashgan bu hovlini dizaynlarini ko'ringlar. Ichkarilariga kirsangiz chiqolmay qolasizlar o'rtoqlar. Video oxirida narxini aytib o'taman, eshitib yugurib kelishingiz aniq. Podvalga hovlidan tushiladi. Tonirovkali eshiklar orqali kirganimizda uzun koridor qismi. Natijnoy patologli koridor qismiga baho beringlar. Tanlangan aboylar yoqdimi yo'qmi? O'ng tomonda oshxona mebellarni qo'ysanglar bo'ladigan oshxonamiz, hovlisiga qaragan panorama oynalar kirib bemalol yashasanglar bo'ladi. Qaranglar mehmonxonasining chiroyliligini. 2 xil bo'ydan kombinatsiya qilingan. Buni ham patologa natijnoy qo'yilgan chiroyli lyustralarni ilib qo'ysanglar, gilamlar, stol-stullar bilan bezasanglar yanada ochilib ketadi. Bu yerda bitta farzandingizga yotoqxona qilib bersanglar bo'lar ekan. Radiator va tupli pollar asosida istiladi. Ota-onalar yotoqxonasi orqa hovliga qaragan oynalarigacha qilingan. Sharoitlari gap so'z bo'lishi mumkin emas. Qaranglar o'rtoqlar, 2 xonali kvartirani tanlagan bo'larmidinglar yoki mana shunaqa chiroyli katta bir hovlini tanlagan bo'larmidinglar? Toshkent shahar Bektemir tumani Ustozlar mahallasidagi bu hovlimiz